Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Qabr azobi haqligi bayoni. Walil kuffari wal fussaqi ba'dhin azabul qabri min su'il fi'ali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Kofirlarga va ba'zi fosiqlarga yomon ishlari tufayli qabr azobi bo'ladi. Nazmi bayoni. Kofirlar u ba'zi fosiq kimsalar qilmish uchun qabr azobini ko'rar. Matn sharhi. Qabrdagi imtihondan o'ta olmagan kimsalar xabarlarda kelgani kabi to qiyomat kunigacha qabr azobiga giriftor bo'ladilar. Qur'onda Fir'aun ahlining ertayu kech olovga ko'ndalang qilinib turishlari xabar berilgan. أستعيذ بالله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم. Va Fir'aun ahlini yomon azob o'rab oladi. U olovdir. Unga ertayu kech ko'ndalang qilinurlar. Soat qiyomat qoyim bo'lganida esa Fir'aun ahlini eng ashaddiy azobga kiritinglar deyilur. G'ofir surasi 45-46 oyatlar. Ushbu oyati karimadagi olovni mufassirlar qabr olovi va azobi deyishgan. Chunki qiyomat kunining azobi oyati karimaning davomida alohida bayon etilgan. Ya'ni Fir'aun ahli qiyomatgacha qabrda azoblanadi. Qiyomatda esa undan ham battar azobga duchor bo'lishadi. O'sha kunda farishtalarga Fir'aun zodagonlarini eng qattiq azobga kiritingiz deyiladi. Shuningdek, zulm qilgan kofirlarga ham oxirat azobidan boshqa azob borligi bayon qilingan. Astaizu billah. Va inna lillazina zalamu azaban duna zalik walakinna aktharuhum la ya'lamun. Sadaqallohul azim. Albatta, zolim kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomatdan ilgari dunyoda ham azoblar bordir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaslar. Tur surasi 47-oyat. Ushbu oyati karimadagi bundan qiyomatdan ilgari dunyoda ham azoblar bordir ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu u qabr azobidir degan. Munofiq kimsaning to qiyomat kunigacha azoblanib turishi ko'plab hadislarda bayon qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon mayit qabrga qo'yilsa yo sizlardan birlaringiz qabrga qo'yilsa, unga ikki qora ko'k farishtalar keladi. Biri munkar, ikkinchisi nakir deyiladi. Ular bu kishi haqida nima derding deb so'rashadi. U oldin aytgan narsasini aytadi. U Allohning bandasi va rasulidir. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad uning bandasi va rasulidir deydi. Ular sening shunday deyishingni bilardik deydilar. So'ngra uning qabri 70 ga 70 ziro qilib kengaytiriladi. So'ngra o'sha joy uning uchun charog'on qilinadi. So'ngra unga uxla deyiladi. U ahlimga qaytib ularga xabar beray deydi. Ular sen oilasining eng sevimli kishisi uyg'otadigan yangi uylangan kuyovning uyqusidek uxlagin deydilar. U to Alloh taolo uni o'sha yotgan joyidan qayta tirilgunicha shunday yotadi. Agar munofiq bo'lsa, odamlarning aytayotganlarini eshitgan edim. Men ham o'shanday deganman, bilmayman deydi. Ular
biz sening shunday deyishingni bilardik deydilar. Bas yerga uning ustida birlashgin deyiladi. Yer uning ustida birlashadi. U yerda uning qovurg'alari aralashib ketadi. U to Alloh taolo uni o'sha yotgan joyidan qayta tirilgunicha doimo azoblanib turadi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Mu'tazili va Jahmiya kabi firqalarning qabr azobi to'g'risida noto'g'ri qarashlari bo'lganligi uchun O'shi rahmatullohi alayh ushbu masalani alohida keltirgan. Mazkur dalillar qabr azobini inkor qiladigan barcha firqalarga keskin raddiya hisoblanadi. Alovuddin Buxoriy Hanafiy Risala fil I'tiqod asarida quyidagilarni yozgan. Kofirlarga va ba'zi osiy mo'minlarga qabr azobi bo'lishi haqdir. Mu'tazila va Jahmiya firqalari buni inkor qilganlar. Ular ko'ryapmizki, o'lik dunyoda og'riqni his qilmaydi, g'oyibda ham shunday bo'ladi deyishgan. Shuning uchun ham ushbu firqalar jonsiz narsalarning tasbih aytishlarini inkor qilganlar. Iqtibos tugadi. Shuningdek, ular qabr azobini quyidagi dalil bilan ham inkor qilganlar. Qabrda azob bo'lishini aql qabul qilmaydi. Chunki agar qabrda o'likka azob bo'lganida edi, yo ruhsiz tananing o'zi yoki unga ruh kirgizilib keyin azoblangan bo'lar edi. Ruhsiz tananing o'ziga azob bo'lishi botildir. Ruhsiz tana azobni his qilmaydi. Xuddi shunday unga ruh kirgizilib keyin azob berilishi ham botildir. Chunki agar unga ruh kirgizilganda yana qaytadan o'lishiga to'g'ri kelar edi. Bu esa oyatga ziddir. Astaizu billah, kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallohul azim. Har bir jon o'limni totguvchidir. Oli Imron surasi 185-oyat. Mana shu oyat bandalarning o'limni bir marta totishlariga dalolat qiladi. Yuqoridagi ikki ehtimol ham botil bo'lgach, o'z-o'zidan uchinchi jihat tayin bo'ladi. Uchinchi jihat esa qabrda azob bo'lmasligidir. Biz ularga javoban aytamizki, qabr azobini anglashga aql ojizdir. Aql ojiz qoladigan, ammo isbot qilinadigan boshqa narsalar ham bor. Masalan, bunday xabar kelgan. An Umaro tafakkaru fi xalqillah va la tufakkiru fillah. Umar roziyallohu anhu Alloh taoloning yaratgan narsalari to'g'risida tafakkur qilinglar, lekin Allohning zoti to'g'risida tafakkur qilmanglar degan. Ya'ni u zotni tafakkur qilishdan aqllaring zaif bo'lgani uchun u zot haqida tafakkur qilmanglar. Qabr azobining haqligiga quyidagi oyatlarda dalil bor. Astaizu billah, sanu'azzibuhum marratayn. Sadaqallohul azim. Albatta, ularni 2 marta azoblarmiz. Tavba surasi 101-oyat. Ushbu bayon qilingan azoblarning biri qabrda, ikkinchisi esa qiyomatda bo'ladi. Boshqa bir oyatda bunday deyilgan. Astaizu billah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sadaqallohul azim. Albatta, biz ularga buyuk azobdan oldin yaqin azobni tottiramiz, shoyatki qaytsalar. Sajda surasi 21-oyat. Ya'ni, buyuk azobdan oldingi yaqin azob qabr azobidir. Shuningdek, mana bu oyatdagi tasbihni anglashga ham aql zaifdir. Astaizu billah, va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Sadaqallohul azim. Uning hamdi ila tasbih aytmagan hech bir narsa yo'q. Isro surasi 44-oyat. Ba'zi ulamolar bunday deganlar. Qabr azobini aql qabul qiladigan dalil quyidagichadir.
Uxlagan insondan ruhi chiqadi va unga bog'liq bo'lib turadi. Uxlayotgan inson shu holatda og'riqni ham yoki rohatni ham his qiladi. Gohida uxlayotgan inson uyqusida gapiradi ham, chunki uning ruhi tanasiga bog'liq bo'ladi. Iqtibos tugadi. Ba'zi ulamolardan qabr azobining 2 turda bo'lishi rivoyat qilingan. Birinchisi, doimiy. Bunday qabr azobi kofirlarning barchasiga va ba'zi osiy mo'minlarga bo'ladi. Ikkinchisi, doimiy bo'lmagan. Ba'zi gunohkor mo'minlardan qabr azobi duo va sadaqa kabi ishlar tufayli to'xtatiladi. Qabr azobi va ne'mati haq ekaniga iymon keltirish lozimligi ahli sunna val jamoa ittifoq qilgan masala hisoblanadi. Qabr azobini inkor qilishning hukmi haqida 2 xil qoul rivoyat qilingan. A. Qabr azobini inkor qilgan kimsa ma'naviy mutavotir xabarlarni inkor qilgani uchun kofir bo'ladi. B. Qabr azobini inkor qilgan kimsa ahli sunna val jamoadan chiqqan bid'atchi bo'ladi. Ushbu ikkinchi qaul ko'pchilik ulamolar nazdida mo'tabar hisoblanadi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.